Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan aziz vatandoshlar, Uyg'ur harakati tashkilotining Bilim kuch qarorlik to'g'ri suhbatining 17-chi qatimli suhbatiga xush keldinglar. Men Mukarram Qurbon, avval hammanglarga chin yurakdan salom yo'llayman. Bugungi suhbatimizda Shveysariyada yashayotgan Andili Mehmet Kerim efendim biz bilan birga. Hurmatli Andili Mehmet Kerim efendim, bugungi programmamizga xush keldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz o'zingizni bir qisqacha tanishtirgan bo'lsangiz. Ben Andili Ürümçi'de çoğun oldum. Ürümçi'de 19. başlangıçta keyin tecrübe otur mektepte, onun için Ürümçi'deki Şarkı Türkistan Meditsina Üniversitesi'de okudum. Okugandan keyin saya nazaret işlegendim. Onun için 96 yılı Türkiye'ye vardım, kettim İstanbul'a. Bu yerde Türkiye Türkçesine gelip keyin İstanbul Üniversitesi'nin doktorxanasıga asistan doktor bulup işçi kesildim. Bu yerde bir imtihanla katlaşıp kabul kılındım. 98 yılı. 98'den 99'a işledim. 99 yılının ahırlarından beri Şveysariyada yaşayatıyorum. Siz vatandan ayrılgandan keyin muhacirat qilmiş hayatınızda xizmatda qanday natijalarni qozondingiz, nereden ne keldiniz, cemaatlar toplashib, cemaatlar birden ikkidan keladi Uyg'urlar, ular bilan o'zaro tanishish, birlik kelish, tashkilot bo'lib qurilish, tashkilni vatan davosiga kirish, ondan keyin Janvadagi muhim bir yerda turyapsizlar, har qaysi tashkilotlar u yerda bir faoliyatda ilib boradi, ularga yordamda bo'lish, şu hayatlarınızı sözlep bergen bolsanız. Rahmet. Muhacirat hayat hemimizden asasen okşap ketib deb qarayman. Endi chet el o'zimizning vatandan, yurtimizdan ayrilgandan keyingi hayat, muhacirat hayat, musafarchilik hayoti. Albatta bu chet elda bo'lib g'arb davlatlari, demokratik davlatlar bo'lganligi uchun birinchi bo'lib his qilganimiz Xitoydagi besim bo'lmaydi, Xitoyning besim bo'lmaydi. Ya'ni hech bo'lmasa eng avval erkin ichimizdagini so'zlay oladigan, ko'z qarshimizda o'tirib qo'ya oladigan ish bo'ldi ekan. Mening Shveysariyaga kelgandan keyin, ya'ni Yevropaga chiqqandan keyin birinchi his qilganim shu va shuni orzu qilib chiqdik bu sirtqa. Shveysariyaga kelgandan keyin 2010-yilning boshlarida mushayrik qarindoshlar bilan bir jamiyat qurdik. Tashkillangandan keyin vatanimizning, millatimizning dardini, davosini taxmin yaxshi ilib berilganligini hammamiz bilamiz. Bir tashkiliy faoliyat, tashkilsiz faoliyatdan har qanday vaqtda ustun turadi va natijali bo'ladi degan qarash bilan bir jamiyat qurdik. U jamiyatga qarindoshlar hamda yetakchilik qilsang degan nimaga vazifaga qo'ydi. Shu vazifani o'rlab kelyapman. Bu yerda Shveysariyada biz kelgan vaqtda 99-yillar va 2000-yillarda bak oz to'qshi 10 necha odam bordi va nayt tarqab o'rlashtirilgan. Hamda hammalarni asosan siyosiy panohlik tilab kelganlik uchun davlat qayerga o'rlashtirsa shu yerda qolib qolgan ishga onun biz Shveysariyada 4 xil til so'zlandi, kichik bir davlat bo'lishiga qaramay. Bu 4 xil tilning Uyg'urlar asosan 3 xil til rayonida, ya'ni nemischa, 2 xil til rayonida, nemischa va fransuzcha til rayonida. Endi bir yerga bu davlat o'rlashtirib 3-4 yil o'tib qolgandan keyin u yerning tilini ancha-muncha o'rganib qolgan ekan. Ya'ni ikkinchi tildagi tarafga, u yerda masalan qarindoshlarimiz ashadda shu yerga boraylik desangiz, yana boshqadan til o'rgandim ekanman deydigan bir qiyinchilik bo'ldi. Shunday qilib biroz tarqoq holatda turib qoldik, lekin bag'an sira albatta yillarning o'tishida sonimiz ko'paydi. Hozir 130 atrofida Uyg'urlar yashaydi. Günümdek o'sha nemischa va fransuzcha til rayonida yashaymiz. Tarqoq yashagan bilan biz eng avval bu yerda qilgan birinchi faoliyatni, birinchi qadamda bir yerga jam bo'lish, bir-birimiz bilan uchrashish qaraldi. Albatta oilaviy uchrashishlar, do'stlar orasida uchrashish, hatto axirlar uchrashish boshqa bir masala. O doimlik bo'lib turdi, normal bir
şeklinde. Lekin biz köpçülük, cemaat şeklinde ve cemiyet şeklinde uçuruşunu her bir ayda, 6 haftada yani bayram günlerimizde devlet bayramımız olsun, heyet bayramlar olsun, Novruzlar olsun, aşnak vaktinde uğurlaştırıp durdu. Ondan başka yani bu yerde cemiyetli işinin bence hem yerde aşnak oluş gerek değil mi? En birinci kadimi yani yüzümüzni bir yerde tutturup yüzümüzün medeniyeti, yüzümüzni saklap kalış ama bir-birimizga yarıyla buluş her taraftan. Onun için bir-birimizga yarıyla bulalgan için vatanimizning, millatimizning yerli xalqlarga ve şu yerdagi hükümetke, siyasetçilerge, matbuotlarga anlatalaymiz. Biz Shveysariyaliklar bunu Allohga shukr nihoyat yaxshi natijalar oldi elib keldik hozirgacha. Nihoyat yaxshi bir jamoatchilik bor. Hamda tarqoq o'rlashgan va yoki uzoq yerlar turimiz degan bilan nihoyat tez bir araya kelib bir faoliyatni o'rlashtira olamiz. Kasbiy jihatda men vatanda bayatın degandek Urumchida meditsina universitetida o'qidim. 6 yilini bitirgandan keyin sayyor nazoratida ishlagan. Undan keyin qisqa vaqtlarda Xitoy tibbiyotida bilim oshirish kurslariga evatildim Urumchida bordim. 94-95 bir yil Xotanda Uyg'ur tibbiyotimizni o'rganishga borgandim. U yerda bir yil Uyg'ur tibbiyotidan bilim oshirdim veya bilim oldim. Bu tibbiyotlar g'arb tibbiyoti yani o'quvimiz hamda maktabda meditsina universitetida o'quvimizni g'arb tibbiyoti deb ataymiz. G'arb tibbiyoti bizning o'zimizning Uyg'ur tibbiyoti veya Xitoy tibbiyoti orasidagi selishtirmalar, farqlar veya birdakliklar mening kasb bo'lgan erishmanligimni aslida bakma orttirgan. Lekin afsus Shveysariyada g'arb tibbiyoti tarafdan jiq bir nimaga ish ocholmay qoldim. Chunki kelganda albatta bayotim degandek iltijo qildik, iltijo qabul bo'lg'ichi bir necha vaqt o'tdi. Undan keyin ambiyaniki sayyor sistemasining qoidasida undaq 3-chi liniyada aytgan 3-chi nimada turadigan, masalan, birinchi o'rin turadiganlar o'ziniki va atrofdagi 4 davlat. Fransiya, Germaniya, Italiya, Avstriya qo'shni davlatlarning, undan keyin Kanada, Amerika o'qiganlarning diplomlari, undan keyin boshqa davlatlar. Va qabul qilish bir nima yo'q ekan hamda. Qabul qilamiz degan qonun yo'q. Undan keyin g'arb tibbiyotida bakchiq bo'lmagan ekan, kelib bir 2 yildan keyin biroz tilni o'rgangandan keyin o'sha bizning tibbiyotni sharq tibbiyoti veya milliy tibbiyot tarafdan akupunktur, quruq shig'ni bilan davolash va o'simliklar bilan davolash o'zim ta'lim olgan taraflardan bir yo'l ochgan bo'laman deb tabii 2010-yillarda bu yerda bu tibbiyot, Osiyo tibbiyoti veya akupunktur o'simlik dorilar bilan davolash bakma bir to'nilib ketgan veya xalqlar voy ajab yaxshi bir narsa ekan deydigan bir holat yo'qdi. Ba'zilar meyig'ir kulib qo'yardi. Quruq shig'ni bilan akupunktur bilan nima qilamiz o'simlik dori bilan. Mana 20 yil ichida bak cho'ng farq o'zgarish bo'lib ketdi. Bu tarafda o'choqlardan o'rnidan izlandim va o'sha Zurixda bir maktabni tepib ular bilan so'zlashib men u yerda o'qiyotgan o'quvchilarga praktik, masalan, nuqtalarni qanday topadi, amaliy davolashda jig'nilar qayerga sanjildi. Hamda tilim bak mukammal emas, yaxshi bilmayman. Ammo ular uni ko'rsataman, ammo nazariya darsda men ular bilan o'tirib dars anglab, nemischa o'sha terminologiya, tibbiy terminlarni, ataluvlarni o'rganishga shu maktab bilan shuna kelishdim. 2011ning oxiridan 2014gacha u maktabda ham dars olib o'sha yerda o'qigan bo'lib, men u yerda o'zim bilan o'qigan savodoshlarimga amaliyotdan dars berib, praktik vaqtlarda. Ashuna qilib, bu oraliqda ba'zi doktorlar bilan, undan keyin terapevt deymiz, ham o'sha fiziklik davolash bilan shug'ullanadigan o'sha kishilar bilan tanishdim.
ulardan taklif kılganlar oldu. 2014'ten tartip şu sarı Zürich etrafında aile doktorları bilen birleşildi bende. Benim vazifem doktorxana işte küçük doktor, aile doktorlarının içinde u yerde tertibatını davalaş elip baralayım ama asaslık vazifem akıp korukuşunu bilen davalaş ve üstünlük doğrular bilen davalaş. Ve bunun yaxşı neticeler erişinde. Yani kesbi cihetten bu yol bana şu tertibatı elbette okuganlarım üzerine yardım kılıdı. Bir diagnoz koyuş, bir davalaşını oylaştı ama emlileştirilgan davalaş veya emli elip bargan işim ve kesbim şu kurukşanı bilen davalaş ve üzümlük doğrular bilen davalaş bu kilovatıdı. 2015 geçe köpligen yerlerde doktorlarla birleşindim. 2015'ten beri üzem bir şifahane açıp Uygur Med isminde bir şifahane açtım. Şu yani işin tuhatım hazır. Allah'a şükür iş yaxşı tuhatım. Buna maksatım hazır onu internet seyretlerine bekmeyecek neyim kullanmadım. Taka bilgi atıp kullanmadım. Bunu işlevatımız. Uygur tibaretinin nazariye asaslarını, Uygur tibaretinin alaylıkını kesbi cihetten müşahede hatlarla tunuşturuş ve onun kızıkılganlığın bağımlı üzem şugullanatkan kesip boğanlıkını halkında bilim aşırış kursları oldu. Uya barımız, gepleşimiz, onu tunuşla soraydı. Sen Uygurkense, Uygur Med'de, Uygur tibaret'teyse bu kanda işte bazılar kızıkkanlar oldu. Hatta 2013'te bir Asya tibaret'te leksiyaları da başka bir kişiler, başka müşnak, bana okşayılan tibabet bilen şugullananlar bilen bir haftalık bir program uğurlaştırgandık. 4 haftalık. Onun da Kore tibabeti, Ayurveda, Hindistan tibabeti, Xitay tibabeti ve Uygur tibabeti, Tibet tibabetini tunuşturuş. Ben Uygur tibabetiyle Xitay tibabetinin seliştirmesini sözlep ötken. Nihayet çok kızıkışlı oldu. Ya katnaşkanlar asasen doğru gerler ve yanlış tibabet bilen şugullanganlar. Hatta berip ülgünüşki kızıqıdıqanlıqını ve bizden zaten Şarkı Türkistan'a berişini arzu kıldıqanlıqını, til meselesini qanday kıldıqanlık doğrusida menden bilen söhbet ötküzgenler bolgan. Keyin işte bir vatanimizga ahvol taxmin ig'irlashib, ig'irlashib ketganmikan ularni biraz nim qildi. Tabii biz bilan tanışqanlar, gaplashganlar albatta avval bizningki ahvolimizni biladi. Bu yerda qiziqsimi tibabetga yana bir narsa, yani Uyg'urning kimligi, Sharq Turkistonning qanday bir davlat ekanligi va qaysi holat ekanligini avval uni tunishtirman. Yani qanday bir millat ve qanday bir davlatning mansub ekanligini ve nemishqa bu yerga kelib qolganligimiz uni tunishtiramiz. Mishlab ketyapmiz ham kasbiy jihatda Allohga shukr yaxshi ketyapti. Faoliyatlarimizda 2010-yili tashkilot qurdik. Uyg'ur Shveysariya Sharq Turkiston jamiyati va Uyg'ur jamiyati degan nom bilan qurib, hozirgacha avval o'zimizni tashkillash, o'zimizni bir yerda tutish, bu yerda tug'ilib cho'ng bo'layotgan yoki vatandan kelgan avlodlarimizni o'sha yerda yaxshi yetildirish, avval millat vatan savdosi bilan, ishqi bilan yetildirish arzusida o'zimizning jamoatchilikni sog'lom tutishga tirishib keldik. Va sog'lom tutishga tirish bilan birga albatta ham birinchi har doim yurtimizning qetidan chiqadigan veya arzuyimiz vatanimizning, Sharq Turkistonning, Uyg'ur millatining va u yerdagi qarindoshlarimiz, boshqa millat, ya'ni bizga o'xshash qarindoshlarning Xitoy ishg'oli ostida tortayotgan zulmini haqlarga tunishtirish. Sizning xabaringiz bor, Uyg'urlar bakmi notunishdi va Yevropada va yoki G'arb davlatlarida biz kelgan vaqtlarimizda Uyg'ur desak haqiqatan anglab boqmagan, asosan anglab boqmagan ekanda, haqlar bu nimlar desan desa, u isni hammamiz yashidik deb qarayman, chet elga chiqqanlar. Bak ig'ir keladi. Tabii bularning gunohi yo'q, hamda bizni bilmasligi bularning gunohi emas, bizning gunoh, chunki bu yerda Uyg'urlar kelmagan. Birinchi Uyg'ur, ya'ni bu yerga qadam qo'yganlar shu 91-90'larda.
qadamlasizki bir Uyg'urlar kelib uni tanishtirib qo'ymaganki bularni bilmaydi. Uyg'urni tanishtirish, Sharq Turkistonni tanishtirish, beslangan bir davlat ekanligini tanishtirish ashuna bilan o'tdi mashg'ulotimiz asosan. Tashkiliy jihatdagi faoliyatlardan Shveysariya Yevropada yoki dunyoda bir muhim bir yer. O'zi iqtisodiy bir davlat, biz siyosiy davlat emas deb turgan bilan hamma tarafdan muhim bir davlat, uni tubskamda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining o'rnashtirgan bir yeri, Janubdagi bir shahar va bu yerda faoliyat haqiqatan jiq bo'lib turadi. Faoliyat bo'lganda boshqa o'sha davlatlarningki ularning kishilik huquq masalasiga ishg'ol qilgan davlatlarning faoliyatlari ko'p bo'lib turdi. Bizning dastlabki vaqtda tilimiz asosan hammamizda til qiyinchiligi bo'ldi. Bu yerga kelgandan keyin titqilatdiq imkon bo'lsa tizimi bizmi shu siyosatchilar bilan bir tanishib gaplashadigan bo'lsak, jurnalist muxbirlar bilan tanishib gaplashadigan bo'lsak deb arzu qilib uning uchun tirishdik va bir qadar bir natija demayman-da, bir qadar bir ishlarni qildik ham. Natija desak vatanimizga ahvol hammamizga aniq. Agar bir natija bo'lgan bo'lsa balki u yerga ahvoldan yig'ilishib ketmaydi. Lekin tirishchilik ko'rsatdik. Dunyoning har qaysi joylaridan tashkilotlarimiz keladi. O'xshamagan ismlar, ammo hammalarning g'oyasi o'xshash. Arzu Uyg'urlarning Sharq Turkistonning ozodlik uchun, hurlik uchun faoliyat qilayotgan tashkilotlar. Bu yerda biz Shveysariya Uyg'ur jamiyati bo'lish suhbatimiz bilan hozirgi vaqtga bütün tashkilotlar bilan yaxshi moslashishga tirishib keldik. Bu yerdagi qarindoshlarning orzusi shu va elib borgan faoliyatlardagi hozirgacha elib borgan faoliyatlarda ko'rsatgan rolimiz shu. Hech qanday bir talash tortishga aralashmadik. Aralashmaslikni o'zimizga va'da qildik. Chunki talashadigan, tartishadigan bir narsa biz talashadigan Xitoydan talashadigan vatanimiz bor. Xitoyni qo'llab chiqarishimiz kerak. Aramızda talashadigan narsa yo'q. Agar birsimizdan xato bo'lsa, kamchilik bo'lsa, tuzitishiga yordam qilishimiz kerak. Mayli shaxsiylar orasida bo'lsin, mayli tashkilotlar orasida bo'lsin. Tilib olgan bilan va yoki bunday kamchilikni tepish bilan birisidan bir ishni vujudga chiqarib bo'lmaydi. Uni to'liqlash kerak va eng muhimi aslan nima talabim bor deb talab qo'yishga bek amroq bo'ldi insonning psixikasi shu. Boshqalardan talab qo'yish, boshqalarga talab qo'yish va shaxsiylarga bo'lsin yoki tashkilotlarga bo'lsin oson. Chunki u talab qo'ygan vaqtida masalan men bir talabimni qo'ysam, menda bir javobgarlik bo'lmaydi. Javobgarlikni boshqalarga berib qo'yib, men qarab o'tiraman. Talabni men o'zimga qo'yishim kerak. Agar men bir tashkilotning ishida bo'lsam, u tashkilot qo'yishim. Men nima ish qilaman va mening tashkilotim nima ish qilish kerak. Boshqalardan talab kutish pek oson narsa. Boshqalardan talab va yoki boshqalardan kutish ashundan biz qutulishimiz kerak. Mayli shaxsiy va yoki kollektiv shaklda bo'lsin. Bizdagi shu psixikamiz, shu nimiz turish kerak. Uni so'zlashganimiz amroq manda qilsak yaxshi bo'ladi, unda qilsak. Manda qilsam yaxshi bo'ladi desa, meni og'zimdan u chiqsa, demak uni javobgarligi menda bo'ladi men degandan uning uchun tirishadigan. Kamchilik bo'lsa tuzishga, qilgan faoliyatni taxmin yaxshi qilishga. Bu yergi ahvol hozircha mushunchalik endi bayotin degandek tashkilotlarimiz keladi, mayli shaxsiy faoliyatchi qarindoshlarimiz kelsin, mayli tashkilotlar kelsin. Ismlar bizga muhim emas, faqat ko'k bayroqni Sharq Turkiston ozodligi, Uyg'ur ozodligi deb kelsa, biz hammadan bilan birga faoliyat qilamiz. Chunki bizning o'zaro mushar qarindoshlarningki so'zlashib o'zimizga chiqqan xulosamiz shu. Biz Shveysariyaning roli mushar turayotganki, Shveysariya rolini tutishimiz kerak debdi. Chunki Shveysariya shunaqa bir davlat, ham dunyoda hammadan bunda albatta o'zining bir ko'z qarashi, o'zining bir maydoni bor. Bizning shundoq
mesela to'g'ri gap qilyaptimi, xato gap qilyaptimi, uni nimada bo'lishimiz, idrok qilishimiz kerak. Ama bir taraf tutish yoki ana nima desam, bir taraf tutish, tarafbozlik qilish menimcha xato. Dava çünkü tügümeydi o dava vatanning, millatning davası mangulik bir narsa. Onun için samimiyet, o'zaro samimiyet bo'lganda asli dava qilish, faoliyat qilish bakmi qiyin ish emas u. O'zaro samimiyatli bo'lganda. Albatta hozirgi vaqtdagi sharoitda Xitoyning bu iqtisodiyotdagi kuchi, dunyo bo'lgan yiligarlikka birlashib davlatlarni hamda qaymoqtiruvni chet el turayotgan qarindoshlarimiz bilamiz. Lekin davlat bilib turib ham menda yaxshi biladi, ammo bular qilmaydi deb qayrash qilmoq haqqimiz yo'q bir davlatdan. Qo'limizdan kelgan imkon bilan vatanimizni, millatimizni ahvolini tunishtirib, boshqalarning yesdashlikni yordam qilishini qo'lga keltirishimiz kerak. Başlık kevatımız. Şu muhaciretteki hayatınızda, şu kılan şu işlerden, şu bir hayat tecrübeleriniz, hemmeden bir hayat tecrübeleri buludu. Siz şu şekil hizmetteki uygularını bir teşkilleş, dava işçiliğe kirişem, hazır yeni yaşlarımız çıkıvatıdı. Yani muşlar taraftan bulardan kandan masaj kılış, teşkilatlardan kandan elip miniş, yani muş taraftan bir tecrübelerinizden yana biz hazır tecrübeleriniz bizden bir ortaklaşkan bolsunuz. Rahmet. Teşkilleniş, birge cem buluş, bu bir asası bir küç hamda. Bu bo'lmaganda, teşkilleniş bo'lmaganda, birge cem buluş bo'lmaganda hech qanday ishni vujud chiqarib olmaydi. Bunu bir vatan millatning davosini qilayotgan, unutibsizki Xitoydagi bir ishg'olchiga qarshi faoliyat qilayotgan yoki harakat qilayotgan bir xalq bo'lishimiz bilan boshda bir o'rtaq g'oya bo'lishi kerak. G'oyamiz o'rtaq bor. Tashkillanganda albatta ko'z qarash degan umumiy yaxshi narsa, ko'z qarash har xil bo'ladi. Masalan, birisi o'ng tarafdan kelsak yaxshi bo'larmikan, birisi so'l tarafdan mangaylim deydi, lekin boradigan nishon o'xshash bo'lishi kerak. O'xshash bo'lganda faoliyatlar moslashadi bir-birisiga. Undan keyin unumlik bo'ladi deb qarayman. Bu yerda bir unutmaydigan va eng qibdinami qilib har doim ko'zimizning oldida turadigan bir narsa vatanimning ishg'ol qilinganligini unutmasligimiz kerak. Vatanim ishg'ol ostidagi bir davlat. Bu yerdagi bu ishg'olni tugutish uchun herib kelishga bo'lmaydi. Ya'ni men herib qolsam bo'lmaydi bilish kerak bir odam. Ya bu ishlab bir yerga kelganda men herib qoldim bo'ldi, yoshlar yetishdi, yoshlar qilsam men to'xtab qolay degan ish emas. Yani bu da'vo ish bo'lmaydi. Mening kuzatganlarim, ko'rganlarim deyamdi. Tajribam deyamayman, tajriba so'zlash biroz yarashmaz, uncha tajribali bo'lib ketmadik. İnsan her daim o'rganish kerak. Bularni bu vatan millat faoliyatida davosida her daim aktiv bo'lish kerak deb qarayman. Mana shaxsiy o'zim qo'ygan talabim bor, boshqalarga bir narsani yuklamayman. Yoshlar yetilyapti masalan Yevropada va Amerika har qaysi davlatlar bo'lsa, yoshlar yetilganda yoshlarniki bizning ortiqchiliklar bo'ldi, albatta bizning yig'ilganliklar bo'ldi. Yoshlarning ko'pinchisi kichik yoshida bu yerda yetilayotganlar, hozir chet elda yetilganlar, kichik yoshida bu yerga chiqqanlar va yoki o'sha tug'ilganlar. Bulardagi ortiqchilik shu davlatlarning turayotgan davlatlarning eng muhim, hammamiz ko'p dardini tortgan bir narsa til. Shu davlatlarda turayotgan davlatning tilini yaxshi biladi, qonunlarini yaxshi biladi, bizdan jiqroq yaxshi biladi. Endi qonun deganda mukammal cho'nglardek bilib ketmasmi, qayerga kirib nima deyishni, tez bir nimalarni uqtirishni, hal qilishni biladi. Bizning ortiqchiligimiz biz vatanimizning tuprog'ini dastlab kelgan, u yerdagi achchiqni, u yerdagi zulmni ko'rgan. Bu ikki tarafni birlashtirish kerak. Ya'ni yoshlar cho'ng bo'ldi, bular yetildi, 5-6sini jamiyatga akirib qo'ydik, tashkilotga mushlar bir nima qilsin deb tashlab turishga taqib bo'lmaydi. Ammo o'tirib
bular küçük, tecrübesi yok veya vatanını görmegen, işçideki milli hisleri sus, bular birden kılanmaydı, yokulan yerden korkap, endiş kılıp, ilerleyip oturuş takip olmaydı. Yani ularını bir iş kılsamay, iş yapıyorum. Bular yaşlarını en mühim narsa meni vatanperverlikni, yani asl kelgan yerimizning qayerligini, qaysi tuproqdan kelganligimizni ve o davlatning, o millatning qanday bir ahvolda ekanligini ular singdirish kerak deb qarayman. Her bir ota-onaning bu bosh tortib bo'lmaydigan vazifasi endi bugundan erta uyga ola oqib tigil bo'lmaydi. Vaqt o'tgandan keyin hammamiz bilamiz ham bular endi tibbdan, meditsindan biraz ta'lim olgan bir kishi bo'lg'achqa bularımızın tibobat insonlarning psixikasini, mizojini tadqiq qilgan bir ilm. İnsan bir yerga kelganda ba'zi narsalarni qabul qilish vaqti o'tib sus qabul qilgan bo'ldi. Har bir nimaning bir vaqti bo'ladi. Yaşimizning cho'ng'ishiga ba'zi narsalar kichkina qabul qilinganlar shu payt qoldi, cho'ng'igan sir ba'zilar suslashdi. Vatan millat sevgisi, vatanperverlik kichkidan elib berilishi kerak. Va turayotgan davlat kim o ballarimizni, avlodlarimizni, yani sen şu devletinin bir a'zosi, şu devlet senin devletin deyilganini bildirishimiz kerak ve senin yani bir devletin men kelgan bir devlet var, senin asli sen ait bo'lgan o devlet mavu Sharq Turkiston, senin milletin Uyg'ur veya ki başka Türkiye milletler olsa yerden kelgan. Yani bu ikisini ait yaxshi birleştirishimiz kerak. Çoğunlar bilen yaşlar oturusda. Bu yerda bir herkes bir çak yoki bir siziq bo'lib qolmasligi kerak. Bu ikki taraf yo'g'rilganda bizda bir qabul qilish, hurmat qilish bo'lishi kerak bizda psixikimizda. Çünkü qo'rqitish bilan bir ishni amalga oshirib bo'lmaydi. Hurmat kulturi bo'lganda madaniyatda bularning Avropaliklarning buni ko'rib turibmiz. Qo'rqitish kulturi Xitoylarga, madaniyati Xitoylarga ait. Hammani qo'rqitib turib boshqarmayman deydigan. Qo'rqitib turib boshqarilgan va yoki mesela vatanda cho'g'ilgan hammamiz bilamiz. Xitoy rejimi ostida yolg'on gap qilmish yashag'in bo'lmaydiganligini hammamiz bilamiz. Rost gap bu odam yashamaydi. Ham tabii u yerda yashayotgan milyonlarcha Uyg'ur hammasi yolg'on gap qiladi degan emas, lekin hammamiz bilamiz endi hukumat bo'lgan munosabatda shu yaxshi debdi, Beijing yaxshi yozibdi, Urumchidan manda yaxshi yozibdi deb o'tiradi masalan siyosiy yurishlar. Uni dinisi bo'lmaydi. Yolg'onligini bilib turibdi. Shunga o'xshash. Endi bu yerdagi yoshlarimiz g'arb madaniyati bilan cho'ng bo'lyapti. G'arb madaniyatining ilg'or taraflarini aytijib, o'zimizning albatta taxmijiq Uyg'ur madaniyatining bizni g'arb bilan sharqning o'tirisida mukammal bir madaniyat yaratgan bir millat. Shunga biz asli nerga borsak shu yerga yaxshi sing'isha olamiz va shu yerga yaramli inson bo'lib, shu yerga yaramli bir aholi bo'lib tura olamiz. Misol bersam, shu Sariyaga kelgan yoshlarimizni vatanning kichik 12-10 yoshida kelgan yoshlarimizni qonun o'qib puturib davlat organlarida ishlayotganlar bor. Shunchalik az bu yerda. Masalan, bayatimizda 130 ga yaqin Uyg'ur bor, balki 120 necha. Buningki 50-60miz cho'nglar. Qolgan 50-60 bolalar bor. Bu 50-60 boladan 10 dek bolalar, 15 bolalar shu burun kelib o'sha cho'ng o'g'illar hammasi shunday yaxshi ishlaydi. Bankda bo'lsin, qonun organlarida bo'lsin, doktorlik o'qiganlar bor, doktor bo'lib o'shadi. Shularning 12-13 yoshida kelib tilni o'rganib qonun o'qish chiq millatlarga bo'lmaydi. Uning uchun bizning soni shunday az. Ya'ni kelgan bolalardan bizni o'zimizning tilimiz bo'yicha deganda bekorchi bo'lib ketgan yoki bunday bo'lib ketgan bolalar yo'q, Alloh shukr. Ya'ni buni bizning millatga asl qiymat turishning qanchalik mukammalligi, qanday chiq o'qish erishmanligi, ilm olish erishmanligi bizning millatda bek cho'nqur.
bir tarixiga an'ana. Avlodlarimizni musharki yoshlarni yetildirish va ularni da'voga kirgizish, taklif qilish bizning qo'limizdagi narsa. Cho'nglarni. Balki bu hamiyat ashlab qo'l deb qarayman. Ularni rag'batlantirish, ularni bayatın degandek buyruqbozlik bilan qo'rqitib turib bir nima qilish emas, ularning fikrlariga hurmat qilib, ularni desteklasak, qo'llasak, bundan keyingi da'volarimiz taxmi mükemmellashadi deb qarayman. Chunki bundan keyin, bundan burun shundan keyin taxmi mükemmellashgan bir sistema, bizning da'vo sistemamiz bo'lishi kerak. Shuna qonun o'qiganlar va yoki tilni yaxshi biladigan ish qilib mükemmellashgan bir da'vo bizga taqozolik bilan lozim. Çünkü bu hammamiz ko'rib turibmiz. Endi bizning vazifamiz bayatın dedik, jamoatni bir yerda tutib turish, bu bakmo'yin narsa, Uyg'urligimizni, Sharq Turkistondan kelganligimizni tunishtirish, Xitoyning ishg'olini tunishtirish degan vaqtlar asosida o'tadi, uni tunidi aslida dunyo. Xitoyning o'sha keyingi 5-6 yildan beri taxmi ajralishib ketishi bilan tunidi. Lagerlarni qurishi, bular Urumchi voqeasidan keyin, Urumchi qirg'inchiligidan keyingi 10 yil ichida asta-asta dunyo Xitoyni ishg'ol qilgan tuproqlikni qabul qilmasa, u yerdagi zulmning davom qilayotganligi 70 yildan beri borligini, ammo keyingi 10 yilda taxmi ashadlashib ketganligini dunyo tunidi, matbuotlar yozyapti, chiqyapti. Endi bundan keyin qanday qilganda Xitoylarning razil abdubashirisini taxmi ichib tashlaymiz. Xitoylarning qanday qilsak ziyniga faoliyatlarni baralaymiz. Qanday buni zot obrazi yo'q, endi obrazini taxmi abdubashirisini taxmi ichib tashlalaymiz. O'zimiz turayotgan davlatlarni. Uning uchun tirishishimiz kerak. Bu tirishish ne müşahideki bundaq tirishlarni müşahid cho'ng bo'lgan bolalar taxmi yaxshi qila oladi. Yosh bolalar deb o'ylayman. Rahmat, nayt yaxshi tafsiliy so'zlab berdingiz. Oxirida bütün Uyg'ur jamoatiga bir yurak so'zlaringiz bo'lsa desangiz, programmamni oxirlashtirsam. Rahmat. Oldi bilan bütün Uyg'ur jamoatiga salomatlik tilayman. Bir tib bo'lish bilan hozir qilish kasallik ahvoli bak ig'irlashib ketyapti. Maylan diqqat qilib inshaalloh salomat qolsin Uyg'urlar. Biz uni ko'tarmay qolamiz agar kasal Uyg'urlar taqilib bir ko'ngilsizliklar bo'lsa. Endi albatta bizningki eng muhim vazifamiz bu chet elga chiqib veya bu yerlarda yashash bizning bir karomatimizda yoki nochiligimizni bo'g'ashimiz, men o'ylayman, bir vazifa chiqib bir zimmamizga yuklangan bir vazifa, shu vazifa bizni bu yerga olib keldi. 20 yil burun yoshdik, 22 yil burun, 23 yil burun g'oyalarimiz bor, u g'oyalar hozir Allohga shukr keldik, tashkillandik. Yani bizning zimmamizdagi vazifamiz hammamizda aniq, o'zimiz his qildi. Har bir Uyg'ur, har bir Sharq Turkistonlik uni his qilmoqlik deb bilmaydi. Kimi ovozliq o'tirib chiqardi, kimi ovozsiz ichida saqlaydi. Vatanimiz uchun tirishaylik, vatanimiz uchun butun nafas vatan uchun bo'lsin. Og'am bergan nafsimiz. Chunki bizning tuproqimiz inson yosh cho'ng bo'lgan siri hammamiz bildik-miz, tuproqning qadri bakmi o'tildi ekan, burunni o'tilatdi. Ammo ba'zida deyishimizga ahamiyat bordir bu gaplar. Masalan, cho'nglarda Urumchida cho'ng bo'lganlar Qashqardan kelganmiz, Qashqarga, hatto Xotandan kelsa Xotanga, Otishdan kelsa G'uljidan kelsa G'uljiga ketadi misol. Shu ashlarmi shu tuproqning ichida turib vatanning, ammo o'zi tug'ilgan tuproq boshqacha tortadi ekan-da. Hozir biz qancha ming kilometr yiroqda turyapmiz. Doim ko'rish nasib bo'lsin. Masalan, hozir 23 yil
koptu. Ayrılığına varamadım. Ve her bir Uygur'un azat erkin bir Şarkı Türkistan'a baralış için dua kılınan. Onun için özümüz tirişimiz gerek. Biz bu çetelge çıkanlar bir vazife, bir g'oya bilan keldik, onu davom qilishimiz kerak. Bu vazifa bizga yuklangan. Mayli o'zimiz xohlagan, xohlamagan va yoki his qilayli, his qilmayli. Bu yerga chiqqandan keyin har bir Uyg'ur ashadagi necha million Uyg'urning dun men javobgar, shu Uyg'urning hayoti uchun, shu Uyg'urning baxti uchun men javobgar deganni ishimizda, yuragimizda doim his qilib turishimiz kerak. Shunaqa bo'lganda bizning da'voyimiz bo'lsin, bütün faaliyetlerimiz ilgili basıyor. Bu demek bizga birlik lazım. Hammamizda deyiladigan modaga aylanib ketgan bir gap bo'ldi. Bu birlik bo'lmatamni bo'lyotidi, ammo taxmi mukammallashgan birlik lazım. Kishilarning sirtqi ko'rinishi muhim emas, o'ylaydigan o'yin muhim emas, lekin g'oya bir bo'lsa, vatan Sharq Turkiston, g'oya Uyg'urning ozodligi bo'lgan ish bo'lsa, birlashaylik demedim. Onun için meni yurak so'zim salomatlik tilayman aziz xalqimga. Undan keyin birlik tilayman. Va uni men o'zimdan boshlashim kerak. O birlik uchun men qadam tashlashim kerak. Boshqalar menga kelsin emas, men boshqalarga minishim kerak birlik bo'lish uchun. Afu qilish deganda albatta agar vatan millat oldida bir xoinlik yoki bir cho'ng gunoh o'tkazmagan bo'lsa, shaxsiy bir munosabat bilan bo'lgan oralchiliklarni bir narsalarni afu qilish kerak. Afuchanlik bilan bir-birimizni minishimiz kerak. Bu birlik bo'lganda vatanimiz qo'limizga keladi. Yurak so'zim shu. Hürmetli Andriy efendim, bugünkü programımızda özünüzden aldıraş olsunuz mu? Deydiğen nemi gaplarım badab nait kemterlik bilen bu programını kabul kıldığınız vaxtınızdan vakit çıkarıp bunun için köptün köp rahmet. Sizin bu şu özünüzün şu turvatkan yerde qilgan barliq ishlaringizning bundan keyin texmi yaxshi davom qilishini umid qilma hamda Uyg'ur deb ism bilan ochgan davolash o'rningizmi Xitoy uchun bir jiniga patgan bir Xitoy bir zarba shuning o'zimi bir g'alaba deb o'ylayman. Inshaalloh bundan keyingi sizlarning ashadagi barliq faoliyatlaringizga utuq tilayman hamda o'zingizga taalluq bo'lgan yurak so'zlaringizni, o'y fikrlaringizni, taklif fikrlaringizni biz bilan o'rtoqlashganligingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Aman bo'ling. Rahmat. Dedim satar mısın? O dedi